Assalomu alaykum Zafar. Alaykum assalom. Siz ham Kent universitetida 4-kurs talabasiz, to'g'rimi? Ha, shunday. Kelishdan oldin nimalarga tayyor bo'lish kerak? Juda ham o'rinli savol bo'ldi. Albatta, to'g'ri qaror qabul qilish juda ham muhim. Agar siz Turkiyada talaba bo'lmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri universitet qarori va yo'nalish. Bunda albatta men ishonamanki, Lumiko Group bizga to'g'ri qaror qabul qila olishimizda juda ham ko'makchi bo'la oladi. Bunda ilk bor turk tilingizni imkon qadar mukammal darajada o'rganishingiz shart. Turkiya hayoti va Kent universiteti sizga nima berdi? Turkiyadagi hayotim va Kent universitetidagi hayotim menga shaxsiy rivojlanishimdan juda ham katta ko'makchi bo'ldi, juda ham katta maktab bo'ldi deb ayta olaman va Kent universitetidagi yo'nalishimda o'qib, o'zimning sohamdagi juda ham yangi zamonaviy ko'nikmalarni orttirdim deb o'ylayman. Turkiyada va Kent universitetida o'qishni o'zbek talabalariga tavsiya qilasizmi? Albatta tavsiya qilaman. Nega aynan Turkiyani tanlagansiz? Nimaga aynan Turkiya, Yevropa emas? Turkiyaning xalqi, tili, madaniyati bizni o'zimizni insonlar bilan bir xil bo'lganligi uchun va shu bilan birga Turkiyada rivojlangan va xalqaro darajada ta'lim bera oladigan universitetlarda o'qish Yevropaning bir qancha universitetlariga nisbatan ancha qulay va hamyonbop bo'lganligi uchun. Turli davlatlardan kelgan o'quvchilar bilan o'qish jarayoni qanaqa? Juda yaxshi. Ayniqsa Istanbuldagi universitetlarda o'qiganda dunyoning to'rt bir yonidan kelgan talabalar bilan tanishish, ular bilan ishlash yoki o'qish imkoniyatlari albatta paydo bo'ladi. Ya'ni O'zbekistondan yoki Markaziy Osiyodan kelgan o'quvchilar uchun juda ham foydali deb bilaman. Qanday foydali? Biz, masalan, men shaxsan xalqaro savdo va logistika yo'nalishida o'qiyman. Dunyoning har xil joydan kelgan studentlar bilan do'stona munosabatlar bizning kelajagimiz uchun juda ham foydali deb o'ylayman. Turkiyada yoki Kent universitetida o'qishni o'zbek o'quvchilarga tavsiya qilasizmi? Albatta tavsiya qilaman. Bu yo'lda eng zo'r tanlov albatta Lumiko Group.